Safxozda vodokanaldan o'tgandan keyin legendarniy dacha bo'lardi. Buni hamma biladi. Bir paytlar shunaqangi gullab, odam havas qiladigan darajaga kelgan. Agar siz olganingizdan keyin ozgina qarov, yana o'sha holat qaytariladi. 18 sotikda joylashgan. 4 ta xonasi bor. Hammom hojatxonalariga harakatlar boshlangan. Basseyn desangiz, basseynigacha bor. Hayvon yoki parranda boqish uchun hamma sharoit bu yerda ido qilingan. Daraxtlarni aytmaysizmi? Bu yer juda ham bir agar ozgina qarab qo'ysangiz bor, o'sha gullab ketadi. Mabodo ikkiga bo'lib olaman desangiz, oldi tomondan vodokanaldan o'tgandan keyin yo'lni bo'yiga qaragan, bu tomoni balota bo'lardi. Bilsangiz, oldin hammamiz shu yerda cho'milib katta bo'lganmiz. Orqa tomoni shu balota ko'chaga qaraydi. Umumiy 18 sotik. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, o'zi 70 mingga qadalib turuvdi, biz talashib tortishib 62 ming baholadik. Yana ozgina barakaga o'tib beradigan joy bor. Lekin agar ikkiga bo'lib oladigan bo'lsangiz, 9 sotik oldida, 9 sotik orqada yoki siz ishlab chiqarish yoki ferma qilaman deydigan bo'lsangiz, oldi tomonni uy qilib umumiy 18 sotikda bemalol ferma qilsangiz bo'ladi. Hamma sharoitlarga to'g'ri keladigan joy. To'liq manzili Andijon viloyati Izboskan tumani Safxozda vodokanal ko'chasidan o'tgandan keyin Telegram kanalimizda doimgidek lokatsiya qoldiramiz va pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib gaplashib olishingiz mumkin. Obuna bo'lishingizdan chiqmasdan va safxozliklarga jo'natib qo'yamiz.